bugun bizda yana bitta rezultatimiz bor. Bemorimizni 3 kun oldin bularda saxniy diabet 2-tip bilan interpozitsiya operatsiyasini bularda o'tkazganmiz. Ikki tomonlama aka-ukalar bularda operatsiyalarni o'tkazganmiz. Murod akada saxirlar operatsiyadan oldin 17-18 gacha baland bo'lib yurgan. Bularda 1 yildan beri saxniy diabet 2-tip bilan og'rirdilar, tabletga ichib yurganlar. Mana bugun o'sha uylariga ruxsat beryapmiz. Saxirlari 17 dan 7 ga tushdi, xudo xolasa. Bu yoqda Alisher akamiz bularda saxirniy diabet bilan 5 yildan beri og'riydilar. 2-tip bularda ham, bular ham tabletkada yurganlar. Mana bugun uylariga ruxsat beryapmiz. Saxirlari 9, 20, 25 gacha baland bo'lib yurgan. Turkmanoboddan kelgan bemorlarimiz. Alisher aka, qanday o'tdi operatsiyamiz? Assalomu alaykum odamlar. Yaxshi o'tdi, operatsiyamiz yaxshi kechdi, xudoga shukr. O'tkir Ismoilovichga ko'p rahmat, Oybek aka rahmat, medpersonal hammasine rahmat. Yaman yaxshi medklinika maslahat beraman. Turkmanoboddan kim bo'lsa, Turkmenistondan bo'lsa, kelinglar, qo'rqmanglar. Qo'rqadigan zot yo'q ekan. Hammasi odam yaxshi bo'lib o'tar ekan. Saxirniy diabet не приговор dilar bizlarda. Shu zot ekan shu. Kelinglar, hammasi odam yaxshi. O'ngidan obsediniya kechiradilar, lecheniya berar ekanlar. Lecheniyadan so'ng operatsiya tayyorlab bo'lganingizdan so'ng, analizlar yaxshi chiqqandan so'ng operatsiya ekanlar. Operatsiyadan so'ng ham 3-4 kundan javob berar ekanlar. Yo'q, men честно благодарен shulara. Yaman yaxshi personali ham yaxshi. Bo'lsa ham Oybek aka bilan O'tkirbek Ismoilovichga ko'p rahmat. Odamchiliklar, yaxshi odamlar ekan. Kelinglar. Ayting. Murod akada saxirlari bo'ladi 1 yillik. Mana o'zingiz qanday his qilyapsiz? O'zim yaxshi chustiraman. Men shu oyog'im bilan keldim shera. Oyog'im bu qardim kishi bu demanchadan so'ng hozir endi normal bo'laman. Açılışta zaten işte bundan ham yaxshi bo'lar deb bo'lsa. Öyle detmenler gelenler oturmuşlar gelenler. Korkmanglar, operatsiyadan korkmanglar. Hani haz menen başta korkup geldim. Menem 2 yıldan köprek şuları nablidat ettim. Gelingler, maslahat beramen. Salaniyem özlerinize görünle kıynalıp verirsiniz, özlerinizler. Alisher akani bizlar operatsiyadan oldin tayyorlaganmiz. 3 kun bularda podgotovka bo'ldi. Sababi analizlar vaqtida bularda o'zgarish bor jigarlarida. Podgotovka qilib hamma narsani u yerim bo'lganimizdagi operatsiyaga oldik. Mana hozir rezultatlarimiz yaxshi. Xudo xolasa uylariga ruxsat beramiz. O'zingizlar ishda davom eting. Rahmat.